Dunyoni hamma ilmini olib keling, lekin eringiz rozi bo'lmasa, jannat hidini ham hidlamaysiz. Nega? Alloh taolo ayolingiz rozi bo'lsa jannatga kirasiz demadi. Eringiz rozi bo'lsa dedi. Menga shunaqa savol kelib qoldi-da, direktimga yozishibdi. Opajon, nima maslahat berasiz? Men Rossiyada ishlarim o'xshamadi, qaytib kelsam, ayolim boshqa boyroq odam topib, u bilan gaplashib ketibdi. Men buni kechira olmadim, biz ajrashdik. Alloh jazosini bersin deb rosa yozdim, aytdim, unaqa qarg'amang, mayli hammasini o'zini Allohga zimmiga topshirib qo'ying dedim. Lekin ayollar yaxshilab o'ylab ko'ring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Meroj kechasida nimani ko'rdim dedilar? Essiz. Ummati ayollarimni 2 qismi do'zaxda ekan demadilarmi? Biza qayoqdan ketib qolamiz? Tilimizdan ketib qolamiz, farzimizdan ketib qolamiz. Juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qanaqa qilib turmush o'rtog'imiz nikohida bitta odam nikohida bo'lib turib, boshqa nomahram erkak bilan gaplashishi mumkin? Allohdan hayo qilaylik.